Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hammalar tinch omonmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Bugun men yana yo'lga chiqdim, o'rtog'im bilan bir o'qib kelamiz deb. Hormaylar, assalomu alaykum. Tashmo'ri taraflarga ketyapmiz. Bir o'qilib zapretdan oldim. Videolarni chiroyli qilib olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Kuzatib borasizlar. Ko'rsatib ketaveraman yo'l-yo'lakay. Dambani ustidan o'tyapmiz. Chap tarafimiz o'nli suv. Ozgina tuman bor. Lekin hali ochilib ketish kerak. 9:10lardan keyin quyosh chiqib ketadi degan ob-havoda. Lekin hozir orada ozgina yomg'ir ham yog'di. Tuman bor. Manzilimizga ham ancha yaqinlashib qoldim. Bir 2 kilometr yursak kelib qolamiz. O'rtoqlar, Tashmo'riyani bo'yiga kelib joylashdik. Mana shunaqa joyga. Odam serob. Hozir ham tibda aka bor ekanlar. Mashitdan ozgina joy berasizmi? Bo'ldi dedim. Qarmoqlarni bittasini araqa surib qo'ydilar, ham ikkita qarmoqga joy ochildi. Endi sekin shu yerga o'tamiz. Bu tarafda ham odamlar o'tirishibdi. Hadi montajdan qilyapmiz Sardor bilan. Montajdan qilsak, keyin sekin qarmoqlarni otishni boshlaymiz. Qarmoqlarni montaj qilib, cho'lchaklarni qo'yib otib qo'ydim. Lekin yomg'ir yog'ib qo'yapti-da orada. Ob-havo ochiladi deb ko'rsatgan bugun. 9:10larda ochilib ketadi deganini. Yurib qolar. Kutamiz. Lekin bu taraflar vaqti quyuq nima? Bulut. Tuman. O'rtoqlar, lekin manzaraga gap yo'q. Yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa ham juda chiroyli. Bu yoqda mana Sardor Ali mashinaga chiqib o'tiryaptilar shamol. Yomg'irdan qochib. Mana birpas o'tiraman endi yoningda. Ya bismillah. Orqani yopmasin. Orqani yopib yuboring. Hozir yopib yuboraman. Mashinani zavat qilib oldik. Ko'chada yomg'ir yog'ib ketdi. Salqinlashib shamol bo'lyapti. Birpas o'tiraylikchi, ochilib ketar. Qarmoqlarni tashlab qo'yganman. Xabar olib turaman chiqib qarab. Quyosh ham chiqdi. 11-12da quyosh chiqadi deb ko'rsatgandi ob-havo. Lekin shamol juda kuchli. Umuman hech kimni tortayotgani yo'q.
shamoldan qo'rqib yaqinlashmayapti-da qirg'oqqa baliq. Qarmoni ham olib chiqib tashyapti. Yig'ib bu yoqqa olib qo'ydim buni. Hozir kutyapman, sal shamol tinsa keyin tashiyman deb o'tiraman. Bugun shunaqa holat. Ob-havo ta'sir qilyapti-da. Kulib bo'lishiga. Ertalab quyosh kerak bo'lyapti, endi quyosh chiqqandan keyin shamol kuchayib ketdi. To'lqinni qaraydi. Tepaga chiqib mashinani oldiga stolimizni joylashtirib oldik. Dam olib o'tiramiz. Og'aynim shashlikni isqilashga tayyorlayapti. Dam yomon bo'lmayapti. Katerlarda aylanyapti odamlar. Tog'layanda zoda. Chiroyli ko'ryapti. Bugun ob-havoyimiz baliq tutishga xalaqit beradigan bo'lib qoldi. Mayli shundoq bo'lsa ham. Suv bo'yida maza qilib dam olib ketamiz. Balki tinib qolsa shamol baliq ham ushlash nasib qilar. Hamma hayotdan O'xshatossanmi bu yog'ini? Bitta dumba, bitta qiyma qilib ko'mirimiz ham bo'lib qopti. Tansiqlab bo'lgunicha bu ham tayyor bo'ladi. Tashkura yana esdan chiqibdi har doimgidek. Boshladingmi? Hammasi sig'mas ekanda. O'tda nechta? 6 ta. 6 ta. Lekin sig'ib ketar ekan, lekin Sardor. Sig'amikan? Sig'adimi? Bittada pishirib yubordim do'stim. Bittada pishirib yuborsang ham bo'ladi. Ha? Bittada pishirib yuborsang ham bo'ladi. Sig'ar ekan deyapman-da. Qo'yavermaydi, qaradi. Mana bu tarafda anaqa bor ekanda. Kul. Ko'proq ekan. Nima bo'ldi? Shamol ham bizga zo'r bo'lib beryapti-da. Chetdan aralashma deb qolmadingda. O'rganib turib. Gashtini qarang, uni gashtini deydi-yu. Suv bo'ylarida. Havoga gap yo'q. Mana shamol ozgina tinsa, Tunda ancha. tomatdan. Yo, sal tinsa chiqarib tashlayapti-da, qarmoni chetga. Ko'tarib yubordim.
sal tinsin keyin o'tamiz. Qoldimi uning? Tayyor bo'lib qoldi. Bu sandan ko'r bo'lmasa. Chiqaraversa. Yurgamiz bor. Xo'sh, kelaqa. Ya bismillah. Piyozni to'g'ri mashinaga sovg'ara qoldim. Mashina yurasan. Mana bitta qo'y. Chili. Qani olursan. Kelinglar o'rtoqlar, shashlik xo'rlik qilamiz. Mana buniki qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Ko'miramiz, kakrasiz. Ne boshqacha bo'pti ne? Tabiat qo'ynida mazali suv qo'yadi oqa. Nima ovqat pishirsang ham shirinchi qo'yadi. Ondan yaxshi narsa bilan ham pishiradi.
zaribja chiroyli chiqdi. Ancha kam yeb qoldi nima? Shamol. Kamaydi, lekin boyagiga qaraganda. Agar tinsi zo'r bo'lardi. Nam chetlari ham loyqab nima qildi-da? Loyqadi. Ham bo'lmasa men qo'y tukanlarni oldida bo'lni gala bo'lib ko'rinib yurardi. Hozir shamol yana pasayib keladi, yo'q, chiroyli keladi. Katta qarab. Obedlarni qilib oldik. Zo'r bo'ldi. Endi sekin bir harakat qilaylik. Shamol ham sal pasaygandek bo'lyapti. Montajni qanaqa qilding deganlarga mana shunaqa kichkina prujina qo'ydim. 20 grammlik tosh. Bunaqa kichkina kurchuk. Prujinaga non qo'yibman. Murabbo aralashtirilgan. Olchali murabbo. Ko'p emas, ozgina. Tarqiydi tez. Tushgan joyiga tarqiydi. Uzoq payt turmaydi prujinada. Yumshoqroq qildim desam. Cho'lchini nima shunaqa qilib tiqyapman. Uchini chiqarib qo'yaman. Ana endi harakat qilamiz. Bismillah deb otib qo'yamiz. Sababini qilib endi bu yoqqa keyin sekin karaslar bu yoqqa ko'tarilsa qirg'oqqa. Hozir shamol bo'lganiga chuqurga tushib ketdi-da ular. Chuqurda yuruvdi. Ko'tarilsa ko'ramiz. Tortib qolar. Bunisi ham xuddi shunaqa. Narigi karpavikka kattaroq kurchuk, kattaroq prujina sazanga otilyapti. Chuvalchani ham 2-3 ta qo'yibman, puchuk qilib. Urib qolardi. Bitta tashab qo'yaman. O'zi aslan harakat karaskada. Suzib kelyapti, bor. Kelyapti.
Okey. O'rtoqlar, mana nihoyat karaslaraylik. Yiriligini. Birinchi rezultat. Yomon emas. Va yaxshigina yuribdi. Yarim kilodan oshiq bir 800 grammcha. Mana kelyapti, yot, savdo. Saçökü olib kelib qo'yaman. Sazanmi deyman? Voydagi ya. Yiriligini qarang. Sazan bo'lib ketdi. Voygini. Kimse bu o'rtoqlar. Hozirgi ikkinchisi. Yaxshi. Nega tushib tursa, odam maza qiladi. Usur oldi nima aylantiradi? Kichikroq ekan bu. Yaxshi. Shapalodi. Chiroyli. Ha, Onu qayog'idan ko'r? o'rtada. O'rtadanmi? Ha. Kundirgin to'g'ri kelyapti. Ke, ko'rsatamiz. Bu baquvvatligini qara buni. Нормальный yuri. O'rtoqlar, kechamiz shu qavatda. Yonimizda подписчик akalar o'qilishyotgandi, gaplashib qoluvdik. Bularda ham ancha rezultatlar bo'lib qopti. Kelgan ekan, kecha kelishgan ekan. O, Mahmudni yana uryapti, qani? Mana Xudoga shukr, mana kecha kelgandi, kechqurun. Mana bugun kechasi bo'lmadi, kunduz kuni. Ancha olib qo'yishibdi. Mana Xudo nasib qilgani bo'ldi. Ha.
Mana bu yoqda yana chiqarishyapti. Gap yo'q. Yurib qoldi kechga tomon. Ha, chiqaringchi aka. Videoga otgan paytimizda urganini qarang buni. O boydagi yirik karasda. Baraka toping. Aha, sizga. Hop. Men bu rezultatlarni yaxshi ko'ra olmadik-ku. Shuni olaylik. Baraka toping, yaxshi chiqibdi. Qo'rishga ham bor, konservaga ham bor. Qaytasizlarmi endi aka? Ha, qaytaman. Biz ham hozir birpas o'tiramiz sekin qaytamiz. Yo'lingizga manjolashamiz. Mana hali aka, ko'rishamiz. Yaxshilikda ko'rishaylik. Omad. Bo'ldi, gaplashamiz. Kechki tomon yurib qoldi deb to'lqin tingandan keyin men bular ham ushlab oldilar. Tutishdi. Bu yoqda Sardor Ali zagitovka qilib yotibdilar. Yaxshi, hammada bor, quruq bo'lmayapti. Rosa kutdik-ku o'zi. To'lqin tinishini. O'rtoqlar kecham tushib qoldi. Klub ham to'xtab qoldi. Endi biz sekin qaytadiganmiz. Rezultatlar bor. Aman bo'lmadi. Kutganga yarasha. Mana bu yoqqa chiqaringchi ularni. Sardor. Qolaylik. Mana o'rtoqlar yirik baqvat karaslar. 6 tachami shunaqa. Mana sog'oramiz. O'rtoq, mana tegan ada. Og'zini to'g'rilab, to'nkarib yuborsang ham bo'ladi. Ilinib qolibdimi deyman. Qanotidan ilinib qolibdimi? Uni 5 ta ekanmi, 6 dan? 5 dan. Bo'ladi, yaxshi. O'zi ham baquvvat karaslar. Kelinglar o'rtoqlar. O'g'liga maza qilib dam olib ketasizlar. Hali o'rtoqlar ko'rishguncha endi biz uyga sekin qaytamiz. Kech bo'lmasdan yetib olaylik.